Pokiston vositachilik sa'y-harakatlarini kuchaytirar ekan, Eron AQShning urushni tugatish taklifini ko'rib chiqmoqda. Tehronning bildirishicha, AQSh Isroilning Eronga qarshi qariyb 3 oylik urushni tugatish taklifiga Qo'shma Shtatlarning so'nggi javoblarini ko'rib chiqmoqda. Chunki vositachi Pokiston AQSh prezidenti Donald Tramp kelishuv va yangilangan zarbalar o'rtasidagi chegarada ogohlantirgan muzokaralarda muvaffaqiyatga erishish uchun sa'y-harakatlarni kuchaytirmoqda. Eron davlat agentligi Nour News xabariga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ismoil Bagiy chorshanba kuni kechqurun eronliklar AQShning fikrlarini olgan va ularni ko'rib chiqmoqda, deb aytdi. O't ochishni to'xtatish kelishuvi kuchga kirganidan 6 hafta o'tib, Pokiston harbiy boshlig'i Field Marshal Asim Munir payshanba kuni Eron rasmiylari bilan muzokaralar va maslahatlashuvlar uchun Tehronga jo'nab ketayotgani sababli so'nggi kunlarda urushni butunlay tugatishga qaratilgan sa'y-harakatlar kuchaydi, deya xabar beradi Eronning ISNA axborot agentligi. Pokiston ichki ishlar vaziri Mohsin Naqvi chorshanba kuni Vashingtonning so'nggi taklifini muhokama qilish uchun bir haftadan kamroq vaqt ichida ikkinchi tashrifi uchun Eronga keldi. Aprel oyida Pokiston 28 fevralda urush boshlanganidan beri AQSh va Eron rasmiylari o'rtasidagi yagona to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga mezbonlik qildi. Munir muzokaralar markazida bo'lgan, Eron AQShni ortiqcha talablar qo'yganlikda ayblagani uchun bu muzokaralar oxir-oqibat muvaffaqiyatsizlikka uchragan.